Hem üçüncüde yan to'xtashda qap qilbatgan bolalarmış yan to'xtashning şu o'lcham to'xtashning şu tushunib baqay deydigan bolalar diqqat qilsanglar men şey yan to'xtashning bir necha ishki siri var men bu sizni oshkor etmoqchi bo'ladim hozir. Nurg'un o'quvchilar mashq mashinasida 30 son keltiradiysizlar. İmtihon mashinasida chiqqan chog'ingda yugaj nuqtani yo'qolib kelgan, ayna qo'ysang bilmaydigan bir ahvol paydo bo'lib qoldi. Ya o'zingni jiddilashib qolamsizlar ya o'zingni asosiy bu sabab qiyofatingni tuz emas. Beşini qiyaptı mayma qaylarını şunu bilmeysizler. Emniyette kâgende qıldı lekin kelmeydi. Bunda şarat bilmegen şarat qanday tedbir qo'llanmaganda biz mashina siziqqa yiqilashtirmay yo'lni o'ttirib qilib 50 soat 60 soatda bir keltirib faqat turib qaylab to'xtab turib mashina ina qaylab kelmas asta-asta mengab yiqilashtirsanglar bo'ldi. Hatto kelmay qolsa 5 qatim 6 qatim 7 qatim 8 10 qatim mengab to'xtab asta keltirsanglar bo'ldi. Aşağı ahir noqsida ötüb ketmey, taxtı va ayaqlash noqsida degan taxtı ötüb ketmey 80 metr ichida to'xtab etsanlar bo'ldi. Biz qo'l xot mashinalab qolsanglar, cho'qim qo'lturni ta'tib etmagan asosda ikkinchi to'xtam bo'lsanglar, birinchi xotga elitib, birinchi xotni biz oldin minib, shu 50 metr eshib ketmagan asosda birinchi xotdan musafir 50 metr. Men oldin minib, yana to'xtab, yana minib, yana to'xtab qilsanglar bo'lardi. 30 keltirgan qadar maslab to'xtab qo'zg'alsanglar, bo'ldi keng holatdan asta-asta yiqilish orqali keltirsanglar bo'ldi. Qo'lturni tatqandan keyin intamon oxirlashib ketadi. Yani nurg'un bolalarga mingatgan chog'da bilmaysizlar, mashina to'xtatgandan keyin keng ta'liqni his qilib qolsalar, ashta bolalar nisbatan mashina to'xtab turib ko'rilib, yana mingab qo'zg'alib to'xtatsanglar bo'ldi. Mushta o'lchamlik sistemik imtihon maydoni uzilgan san bo'ldi, mishni o'zsan bo'ldi degan aniqlasanlar bo'ldi.